Quyoshli rang-barang gullarga tola dashtda, kichkina buzli moviy osmon ostida orzularini oylab uchib yurardi. U bulutlarga boqdi. U yerda ajdarholar, kulayotgan quyoshlar va asal idishlari ko'rinardi. Bularning barchasi uning yovvoyi tasavvuridan tugilgan edi. Boshqa asalarilar band bo'lib ishlayotgan paytda Buzli o'ylab qoldi. Uyi uchun yaxshiroq yordam berish yo'li bormi? Barcha asalarilar qanotlarini shiddat bilan qoqib ishga sho'ngishdi, lekin Buzli joyida qolib, chuqur o'yga toldi. U o'ziga shivirladi: agar biz ko'proq asal to'plash uchun biror aqlli vositadan foydalansak-chi? Hayajon bilan Buzli eng yaqin do'sti kelibek Mimi yoniga uchib bordi va o'zining katta g'oyasini aytib berdi. Birgalikda ular yashil bargni yoyib, gul yaproqlari va shaffof shabnam tomchilaridan doiralar chiza boshlashdi. Shunda Quyroy asalari yaltirab turgan tojini taqib, sokinlik bilan Buzlining rejasini tingladi. U tabassum qilib dedi: "Buni sinab ko'ramiz." Va butun uya hayajondan qichqirdi. Buzli sevinch bilan o'zining sehrli xaritasini ko'tarib dasht bo'ylab yo'l boshladi. Ko'p o'tmay asalarlar eng katta va eng shirin gullarni topishdi. Ular xursand bo'lib, kichik nektar sumkalarini oltin tomchilar bilan to'ldirishdi. Uyaga qaytgach, asal oqib, yaltirab, har bir burchakni oltin nurga to'ldirdi. Asalarlar Buzlini orab olishdi va xursand bo'lib, "Rahmat, sening aqlli g'oyang uchun", deb shivirlashdi. Quyroy asalari tayoqchasini ko'tarib faxr bilan e'lon qildi: "Buzlining g'oyasi hammamizga foyda berdi." Uyada musiqa va kulgu jarangladi. Hamma birgalikda raqsga tushdi. Keyin Buzli va Mimi yumshoq barg ustida o'tirib, quyosh botishini tomosha qilishdi. Ular kulishdi, bulutlar esa ustlarida jilmaygan asal idishlari shaklida suzib o'tardi. Ikkalasi quvonch bilan aylanib, kechki nur ostida shodon qo'shiq kuylashdi. Quyroy asalari Buzliga quyoshday porlagan oltin gul nishonini topshirdi. Asalarlar uni ko'tarib hayqirishdi: "Buzli! Buzli! Bizning aqlli asalari!" O'sha kundan boshlab har bahor Buzlining gul xaritasi bilan boshlanardi. Uy asalga to'lib, har qachongidan ham yorqinroq porlardi. Buzli faxr bilan jilmaydi, do'stlariga yordam berganidan yuragi quvonchga to'ldi. Quyroy asalari unga dedi: "Kelasi bahorda asal to'plash jamoasiga sen rahbar bo'lasan." Buzli yana bulutlarga qarab, keyingi katta g'oyasini orzu qila boshladi. Bunday qilib, Buzli tushundi: hatto eng kichik asalardan ham katta g'oyalar chiqishi mumkin.